İtot Yanfon. Sahnimizde Münevver Anvar Abliz, Abdurrahim Rahman. Evet. Ya kandırakım. Kep oldum ku. Ya. Gel kovanı şey bak ku. He. Aşağıda. Aş koncaklı ki lan. Şuna. Maka koş. Sakıp etme ya. Ne oldu ya? Vay üstüme. Şiir okutamsa? Ha? Kıl oturamsa ya meyze. Bir iş buldu mu ya? Yamda dep koydum ku amda. Kızval saklaydan işini bakı yaman ziyeritim digine qara. Telefon kanki vaqtlı ünmendu deme aldık adam ziyertirip kettim ha baldı. Ne oldu ya? Eşitme. Bakamsız ya. Bak bana be. Bak telefon aldığım bolsam bak hazır. Ya kartını qaytırıp ya telefonu oturup azraq pul vereydi bak bak ikimizin yasaydı be. Rast. Muşunun içinden çıkıp atkan elik telefonun avazı qarğanda kendi degende bu 5-6 minutga yaraydigan telefonda qildi. Ma telefonu var qara. Hazırmış darvozani oldiga chiqa. Birden bir tarafga bo'lib ketmaydan bo'lsa. Shundami ya? Yo, o'tira. O'tir. İsmi nima? Ibijan. Sizning Sodiq. Sodiqjon. Ya Ibi. Bayatda men kirgan vaqtim sen yotag'ana. Shundaqmi? Men ayda telefonni kirdim-ku. Yadımdımı? Ben kirdim, mabet şunda telefonu urip toplam, gömütlü koydum, telefonun avaz bir yerden geldi. Şunda olup kalsamış, ahlat sandıqdan geldi digine şunda mı ya? Şunda mı? Siz... Ya, şunda mı? Ya, aldım lan ma telefonu ben anlap kaldım digine, şunda mı? Siz nima demekçi? Ya, ben ma telefonu aldım da tutup aldım digine qara berip la, şunda mı? Siz tutup aldınız? Bunu biz ikimiz tam tutup algan tutsak, siz nima demekçi? Ben ma telefonu ben aldım da ma ahlat sandıqını ben tutup aldım da atıma aldın mı? Siz neymiş siz aldı bilen tutup aldın? Ma telefon benim. Ma telefon sizde? Ya bu neymiş ki bunun telefon sizden oldu bunu ben mi tutup algan tutsa?
Ey, abaytım ben ki birinci yok ben anglak atsam müzikin havasını ya. Ben anglak ben birinci yok tutuğa atsam ben sandığını ya. Ben tutuğa atsam kimin olay kimden oldu? Hey! Kim bakırıysa? Otur ha! Ayakta otur ha! Man qarang. Bunun ichidagi telefon sizningmi, meningmi, buni adil bir taraf qilish uchun qarang. Ta'limimizni sinab bundaq tank tashlab boqamdi. Voy, manga. Unda qilsaylik kichigimizda o'ynaydigan ani-bani degan o'yin o'ynamdik ya. Ya ben unutib qoldim degina o'yinni azar. O'ynashni bilmayman men. Ha! Yana unda saylik kichigimizda o'ynaydigan ilqi mustum chaplar qaytadigan o'ynamdik. O'tirib. Der kishban o'yini deyilgina ama bu. Ya qachon qo'yina bu? Ya mening suldigan bo'lsa azar. To'ttal uch qilganda gip pitlatadigan bo'lsa men adil bitirib qildim bu. Shundami ya? Ey, men undan aslo o'ymayman. O'ymayman. Tapdim. Bu musuaqo ashu eng oxirgi bir yaxshi amal qarang. Tepishmoq tapili. Sizmi bilginingizda, menmi bilginimni dey. Kim topa olsa, o'shaning ichida telefon shuni bo'lsin. Men boshlayman. Men o'ylab topgandikim men boshlayman-da. Va sen o'ylab topgandikim men boshlasam nima bo'pti? Shu men o'ylab topgandikim men boshlayman-da. Va digina. To'xta. Lekin baba qara qattiq matematiklik hisoblayda tepishmoqman demaysizmi? Anladingmi? Digina. O'tir. Diqqat ha. Qozonning quli qancha? Xata, ber. Biz o'yin tamoq etgandan ko'rgansan, bizni qozonning quli 4 qo'y. Hammayam qozonning quli 4 bo'lmabdi. Ya, men shu bizning uyda tamoq etganda ko'rgan, bizning uyda qozonning quli ber. Berdinel. To'xtab tur. Mushim tepishmoq bo'ldimi? Mushim tepishmoq bo'ldimi? Abay men sana nima dedim? Matematiklik buni hisoblaydigan bir bilan demaydi, dedimi? Dedimi? Dedingiz. Diqqat qiling, o'tiring. Anglab tur, ha? Ko'zaynak yilon uchrab qolsan qanday qilasan? Uy. Alab qichishmanda. Xata. Ko'zaynagini chek o'tib qichishsa saranga va. Birdi ber. Mundam shu Alloh vakili taqa. Diqqat. Mushukning batini nima deydi? Aslan, Chashqanning ikkinchi. Gidib ber. O'tiring. Dan. Diqqat. Keptaning batini nima deydi? Boshqa? Qog'iningchi. Diqqat. Qo'g'inning kisiga nima deydi? So'yma. Tavuzning ikkinchi. Diqqat. Beliqning batini nima deydi? Belijon. Ziloningchi. Diqqat. Unda qo'sa, mushu to'xo nemishqa o'ltirib, o'rtirib, tuxumtug'may o'ltirib tuxumtug'di. Sara, o'rtirib tuxum cheqil ketmanda. Xata. Boshqalarni ko'rib qolsin deb nomus qilib o'ltirib tuxdi. Diqqat. Toshqaning balsini tushunmaymi? Bögen? Kirpiningchi. Tet. Diqqat. Mushu kuyib ketgan lampochkani almashtirishga qancha odam ketdi? Bir odam. Xata. 3.
Bak qarang. Kishi o'rindiqqa chiqishga, ayol kishi o'rindiqni yulashga, bala lampochkani sunishga. 3. Ben sana nima dedim? Matematiklik hesaplaydigan 1 2 3 4 son sifrlarni kiberib deymi? Dikkat qil. İstemazsın deydi. Kuchi? Tulkiningchi. Dikkat. Mushu hozir, mushu girim buyumlarni ko'plab ishlab chiqarish nimani bildirdi? Biz qiz ayollarimizningki, shu dahshat go'zallikni suyayotganligini bildirdi. Xata. Qiz ayollarning bag'ansini satlashib ketayotganligini bildirdi. Bir qartanliklar, bir aqtanlikning tug'ilgan bolasi. Tug'ilgan bolasininki tishining rangi qanday bo'ldi? Albatta oq bo'ldi-da. Ishonqila. Yen tug'ilgan bu ahvolda nima tish yo'ldami? Kim bo'ldi? Kim bo'ldi? Ha? Hech nima bo'lmadi. Maning nima bo'ldi? Maning nima bo'ldi? Maningmi? Hech nima bo'lmadi. Maning nima bo'ldi? Ha? Hech nima bo'lmadi. Mamini. Bu mening. Mamini. Bu mening. Voy, qo'g'oni bo'lgan malaga. Qani? Nima? Ma telefon qani? Ha? Maning ishimki, telefon qani bayameliqi. Muzika ovoz chiqayotganlik telefon qani? Qani mana chiqabay muzikali telefon qani? Voy, men rostdan telefon ko'rmadim. Hozir taqmishadim yoki at turishimdi bu. O amis maning ishimki bayam muzika ovoz chiqqan. Bir telefonda bir narsa muzika ovoz chiqdi qani u? Ha? Sizlarga maning ishimdan chiqayliq muzika ovozini dayotamsizlar? Ha? Voy xudoyim. Ay, sizlar anlagan bu ovoz hargizmi telefonning ovozi emas. Nima? Bu mana bizning aqla sandiqidan chiqqan ovoz emasmi? Bunda qilish orqali hamma xalqni muhitni asraydigan, muhitni suydigan qilish bilan birga mana bizga o'xshash tozliq ishchilarga signal berish orqali aqlat sandig'i aqlatning to'shqanligini bizga yetkazib berdi. Shuning bilan biz dal vaqtida bu aqlatlarni olib ketamiz. Ha, ana, anglanglar. Tarafga aqlat sandig'i to'shib, muzik chiqyotida o'ynashamiz, qaranglar. Setupda. Men malay. Kep oldunuzmu? Bey. O'sha to'ptirgan darvozani birdan to'ptirgan. Men chiqdim, hemen keldim. Mana, men keldim. Ma'qul.